Voy dod! Bu safar 25 kishili ulfatli dachada 2 kun qanaqa dam olganini ko'rsanglar bo'ladi. Har safar bir xil emas. Bugun mehmonlarimiz uchun o'zgacha salatlar va alohida taomlar tayyorlandi. Har doimgidek Zikrlamanni do'konidan bizga kerak bo'ladigan shashliklarni tayyor sixlatib olamiz. Oldindan buyurtma berib sixlatib olsanglar bo'ladi. Mehmonlarimiz kelgunga qadar shashliklarni cho'g'da pishirib, salat va piyoz bilan dasturxonga tayyorlab qo'ydik. Saunadan chiqqan mehmonlarimizni muzdek tarvuz va kokteyl bilan kutib oldik. Shu bilan birinchi kunimizni chiroyli yakunladik. Erta tongdan ishga kirishib, mehmonlarimiz uchun mazali nonushtani mehr bilan tayyorlab berdik. Sariyog'da uzoq vaqt dimlangan bo'yin go'shtidan tayyorlangan qozon kabob bugungi dasturxonimizning eng mazali taomlaridan biri bo'ldi. Kapreze hamda avokadoli salatlarni ham tayyorlab mehmonlarimiz dasturxoniga tortdik. Bugungi kechki dasturxon uchun o'zimizga xos achchiqqina massivani tayyorladik. Mazasi bilan ko'ngilni ham ishtahani ham ochadigan taom bo'ldi. Mehmonlarimizning istagini inobatga olib, bugungi kechki suyuq taomga qo'shimcha ravishda burgerlarni ham tayyorlab berdik. Erta tongda nonushtani tayyorlab berib, qasildoq baqlajonli salatni tayyorlab, asosiy taom sifatida shirali asabuka go'shtidan mazali taom pishirib berdik. Siz dam oling, qolganini biz hal qilamiz va albatta biz bilan bog'laning.